konservativ, ya'ni operatsiya qilmasdan davolash yo'lga qo'yilgan. Umurtqa pog'onasining essimon qiyshiqliklarida bu tug'ma, idiopatik bo'lishiga qaramasdan bizning klinikamizda umurtqa pog'onasining qiyshiqliklarini korset orqali, korsetoterapiya konservativ, ya'ni operatsiya qilmasdan davolash yo'lga qo'yilgan. Navbatdagi bemorimiz umurtqa pog'onasini essimon qiyshiqligi, bu tug'ma anomal kasallik hisoblanadi. Ana shu bemorimizda biz konservativ holatda, ya'ni operatsiyasiz korset usulida davolab kelmoqdamiz. Umurtqa pog'onasining essimon qiyshiqliklarida, ya'ni skolyoz kasalliklarida biz mana bunday korsetlardan foydalanamiz. Bu bemorlar uchun yengil, elastik va buni eng yaxshi xususiyatlaridan bittasi normal temperaturaga olib kelib, korreksiya qilib borishlik xususiyatiga ega bo'ladi. Ya'ni kim o'sha umurtqa pog'onasidagi deformatsiyalarni har oyda etap to'g'rilab borsa, yaxshi effekt beradi. Mana shu korsetdan biz keng ko'lamda foydalanamiz. Yengil, qulay, ixcham, qishda, yozda fasl tanlamaydi, taqib yursa bo'laveradi. Agar sizning farzandingizda ham biz yuqorida aytib o'tgan qiyshiqliklar, ya'ni deformatsiyalar kuzatilayotgan bo'lsa, siz albatta bizga murojaat qiling. Biz sizga yordam beramiz. Sog' va salomat bo'ling. Vivamed klinikasi hamisha siz bilan.